tarbiyachi va pedagoglarimizni kelajakdagi barcha orzulari ushalishida, nimani niyat qilib kelgan bo'lsangiz, o'sha niyatlaringizga yetishingizda hamda siz tarbiyalayotgan tarbiyalanuvchilarimizni buyuk insonlar bo'lib yetishishiga umid qilaman. Sizlar vatanimizni kelajagi, taraqqiyotimizni poydevor qurayotgan aziz ustozlar. Mashaqqatli, sharafli kasblaringizda ulkan muvaffaqiyat tilayman. Yilning eng yaxshi tarbiyasi 2025 tuman bosqichining eng ijodkor ixtirochi tarbiyasi nominatsiyasi bilan